bu gapim ko'pchilikka yoqmasa kerak. Hozirgi yoshlarimizni ko'ra olamiz, ko'pchilik IT yo'nalishiga, dizayner yo'nalishiga yoki bloger bo'lish orzusida ko'pchilik harakat qilyapti. Men faqat va faqat bularni qo'llab-quvvatlayman. Buni zo'r deyman. Kafeteriyada o'tirgan holda noutbukni ochib qo'yib, kofe damlab olib, mazza qilib o'tirib ishlab, tangani boshqa tomonini ko'radigan bo'lsak, hunar sal orqaga tortib ketyapti. Biz yoshligimizda ustani qo'liga borsak, 10 ta shogird bo'lardi. Shogird topish oson edi. Usta qiyin edi topish. Hozirgi kunda shogirdlar ozgina kamayib ketyapti. Men o'zim hunar egalariga boshqacha qarayman. Hurmati sal balandroq ozgina. Chunki qo'l bilan yaraladigan narsa. Hunar egalari bizga shu foydalanadigan hamma narsani yaratdi. Bu degani mana shu stol bormi, shu xonani hammasi hunarmandlik qilgan. Hammasi mehnat egalari. Hunar egalari bo'lmasa, IT ham yurolmaydi, dizayner ham yurolmaydi va hokazo. Hunar egalari hamisha kerak bo'ladi. Agar qo'lingizda hunaringiz bo'lsa, hech qachon xudo xolasa xor bo'lmaysiz. Qozoningiz ham hamisha qaynaydi. Hunari bor odamni noni bor. Haqiqiy hunar egalari bizga qulaylik olib kiradi. Ularda katta mas'uliyat yotadi. Ularda katta ishonch yotadi. Nimagadir hunar egalariga ozgina boshqacha qaraladi, ozgina ularning qadri pastroq bo'ladimi? Lekin aslida bizga jamiyatimizda juda ham kerak insonlar. Eshik olaman desangiz ham uni shu eshikni yasash uchun shu mehnat egasi tahsil olgan, shunga yurak bilan kasb tanlaylar. Ehtimol hunar egasi hech qanaqa startap qila olmasdir, lekin u hamisha jamiyatga kerak bo'ladi.